Diabeti mavjud insonlar odatda diabet aniqlangan paytdayoq, ayniqsa ikkinchi tur diabetda buyrak zararlanishi bilan keladi. Ya'ni bemorda yangi diabet aniqlandi, lekin ularda allaqachon buyrakda asoratlar mavjud bo'ladi. Buyrakdagi asoratni aniqlash uchun qondan kreatinin tahlili o'tkaziladi. Qondan kreatinin tahlili bemorning yoshi, bo'yi, vazni va jinsiga ko'ra formulasi solinadi. Formulaga ko'ra buyrakning qaysi bosqichda zararlanishga ketayotganligi aniq qilinadi. Ushbu formulani pastda qoldiraman. Natijalarga keladigan bo'lsak, buyrakning 5 xil darajasi farqlanadi. Birinchi bosqich bu sog'lom insonlarda normal optimal holatda, ya'ni bemor sog'lom, buyraklarida shikoyat yo'q. Odatda diabeti bor insonlar ikkinchi tur diabet bilan ayniqsa ikkinchi bosqichda keladi, ya'ni koptokcha filtratsiya tezligi daqiqasiga 6089 millilitr daqiqani tashkil qiladi. Buyrakdagi agar asoratlarga e'tibor berilmasa yoki tekshiruvlar qilinmasa, parhez qilinmasa, qonda glyukoza yuqori bo'lib turadigan bo'lsa, unda buyrak darajasi og'irlashib boradi. Agar buyrakning darajasi 3B ga yoki 4-bosqichga o'tadigan bo'lsa, bu qaytmas jarayon, ya'ni faqat terminal buyrak yetishmovchiligi gemodializga tomon olib borishi mumkin. Bunday bosqichlarda sizda hattoki go'sht, tuxum, ya'ni sut va oqsil mahsulotlari ham cheklanishiga majbur bo'ladi. Buyrak zararlanganda mana bunday holat buyrakning bu glomerula, ya'ni buyrakning asosiy nefronini tashkil qiladigan bo'lsa, kiruvchi arteriola va chiqib ketuvchi arteriola bo'ladi. Buyrak zararlanishi hisobiga bu sohada torayma yuzaga keladi va olib keluvchi arteriyada kengayish bo'ladi. Natijada ichkarida bosim yuzaga keladi. Bosim hisobiga qon tomirlaridan siyrakka mana bunday oqsil ajralishlari kuzatiladi. Natijada sog'lom buyrak zararlanadi.